Assalomu alaykum. Fit S 11P 28600 mAh 24 volt. O'ziniki akkumulyatori 12 ampere ekan, bo'lib qolibdi. Mana birovlar ochasiga to'ldirib qo'yganman mana. BMS 30 amperli balansirlik. Xudo xolasa, hozir ketma-ket qo'llab chiqaman. Mana tayyor bo'ldi. Idishiga yig'amiz, shiftasini qo'yib. Mana yig'ib oldim. Mana ag'ilib ham yaxshi. Mana eskisi. Ancha kichkina, mana o'rtaga ozgina olib turganda, kichkinagina. 12 amper yozgan ekan. 24 volt, 28600 mAh bo'ldi. Mana zaryadkasi 4 amperli zaryadka. O'ziniki 2 bo'lgan bo'lishi kerak, bu kichkina yaqin ekan. Mana qani telefonda bo'ldi-da, termosatga. Yig'ib yuboraman. Xizmatga bo'lsa aloqa chiqaverasizlar.